Restoran va kafe biznesiga qiziqadiganlar uchun ajoyib taklif. Navoiy shahridan Sputnik qo'rg'onidan 7 sotix maydonni egallagan Zira kafesi sotuvga qo'yilmoqda. E'tibor beringlar, qanaqa chiroyli holatga ega, o'zini 5 ta kabinasi va ichkarida kattagina zal qismiga ega hamda mana bu tarafda naves qilib yopib qo'yilgan holatda bemalol ancha-muncha mijozlarni o'z bag'riga sig'dira oladigan joyda turibmiz. Zira kafesi Sputnik qo'rg'onida, Sputnikka ketaverishda односторонка, bir tomonlama yo'lda joylashgan. Birma-bir ko'rib o'tamiz. Bu ko'rib turganimiz demak, ichki supa qismi bemalol mana bu taraflarini yopib, bu yoqda navesdan unumli foydalansangiz bo'ladi. Asosiy zal qismini ko'rib o'tamiz. To'liq teplый pol, oshxonalarni ham birma-bir ko'rsatishimizdan oldin e'tibor berasizlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli remont holatiga ega. Ushbu restoranimizda, kafemizda ortiqcha qilinadigan ish yo'q. Faqatgina biznesni boshlash kerak bo'ladi. E'tibor berasizlar, qanaqa chiroyli dekorativlar. Bu tarafda o'tirib muzikant masalan deylik, qo'shiq kuylaydigan bo'lsa, chiroyli katta televizor yoki bo'lmasa o'rnatib qo'ysa bo'ladi hamda zaldagi mijozlaringizni xursand qilsangiz bo'ladi. Va biz zal qismini ko'rib o'tdik. 5 ta kabinamiz bor va har bitta kabinaga kiraverish mana shunaqa chiroyli izgirt bilan o'rab olingan. O'zini alohida demak hojatxonalariga ega va orqa tarafda yana bir qancha joylari bor. O'zingizni narsalaringizni bemalol saqlasangiz bo'ladi. Pollarimizni ko'rishimiz mumkin. To'liq bruschatka bo'lgan va biz sizga keling oshxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Kafemizda oshxonasida bo'ladigan bo'lsa, ovqat tayyorlash uchun barcha sharoitlar yaratib qo'yilgan. Ichkarida qozonlari, o'rtada gaz plitalari va yana o'zini kattagina boylerlari, teplый pol sistemasi va aristollari o'rnatib qo'yilgan. Ovqat tayyorlash uchun, mijozlarga shirin taomlar tayyorlab berish uchun hamma sharoitlar ushbu oshxonamizda ham yaratib qo'yilgan. Umumiy 7 sotix maydonni egallagan, yo'lda yoqasida joylashgan Navoiy shahridagi ushbu Zira kafemiz to'liq pishgan ashyodan qurilgan hisoblanib, juda ham yaxshi narx bilan sotuvga qo'yiladi. O'zlaringiz ham ko'rdingizlar, kafe ishlash uchun tayyor bo'lib turibdi. Faqatgina yuragida o'ti bor odam kelib ishlatish kerak bo'ladi. 209 ming dollar bilan sotuvga chiqaramiz. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi va ushbu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Kafe biznesini o'zlaringiz ham bilasizlar. Agar ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri yuritadigan bo'lsangiz, dunyoni bir chekkasida joylashgan bo'lsa ham albatta mijoz keladi. Kimga ma'qul keladigan bo'lsa, restoran biznesi bilan shug'ullanadiganlar uchun pastda raqamlarimizni qoldiramiz va albatta Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Navoiy shahridagi ko'chmas mulk e'lonlarini yaxshi narxda, savdolashilgan narxda ko'rib borasizlar.